bitta bolacha bor jalab. Tuplug'ichim, spermamdan paydo bo'lgan bolacha sochini oldirgani qo'rqadi. Nimaga? Sochini oldirsa uni hech kim tanimaydi, rekomendatsiyaga chiqmaydi jalab. Sochchasi bor, 4 tagina. Aslonboy, bir kun videosini ko'rib qopman bolani, bir kun videosini ko'rib qopman. Короче, videosida bunday qilyapti, qaranglar. Men sizlarga hozir tursam ko'rinmaydi, qaranglar. Ana uzun tutishlari jallab. Bola taji qimillashimgacha gapirayotib qolgan. Yo, suka odamlarning miyasi ishlamaydi, tushunib bo'lmaydi. Yo, yarimta bolacha sochini oldirgani qo'rqadi. Sochini oldirsa, uydagilar u bolaga qaramaydi, ko'chada qizlar qaramaydi, Instagramda videosini hech kim ko'rmaydi. Shuning uchun po'xo'y naqo'y. Men shunaqa nik qo'yamizda, po'xo'y Aslonboyga ko'z tiqib yuraveraman. Menga voshi poyibbat naqo'y. Hayolida Aslonboy. Yana bir kun video olibdi. Aslonboy kuchlim, Teo Timur uyushtirilgan video. Aslonboy kuchlim, Teo Timur kuchlim. Конечно, Teo Timur kuchli deb bitta qiz. Aslonboy chitsa. Aslonboy geyu, jallab qanaqa. Suka! Ule! Agar men shu qizlar mana hayotda tasavvur qilinglar, mana hayotda men ketyapman, mana yurib ketyapman, o'sha qiz menga yonimdan kelyapti. De ko'z-ko'zga tushib qoldik, o'sha qiz meni ko'rib qoldi. O'sha o'ylar, dedi shunda yerga yotib qoloq Aslonboy bilan og'ziga olib tashlaydi. Lekin Instagramda ko'tarilish uchun, hayp ishlash uchun o'g'lagan gapini gapiradi. Gap o'z egalarini topdi degan umiddaman. Men mana sizlarga aytdim, men shu